Aziz müminler, Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Ramazan ayını nima üçün mübarek ay deymiz? Bu ayda roza tutqanlığımız üçün şundaq demdik? Yo'q. Onun başqa aylarda mı roza tutamiz? Agar taravih namazı o'qiganligimiz üçün desek, o halda bir musulmon kasal sababidan va boshqa sabablardan taravih namazı o'qiy olmasa, o kishining rozasi maqbul emas deyishga to'g'ri keladi. Undaqda bizning Ramazan oyidan kutadiganimiz va uning sababi bilan erishadiganimiz nima? Allah Muhammad alayhissalom ummatiga rahmat qilib bergan Ramazan zodi qaysi? Biz musulmon bo'lish suhbatimiz bilan Ramazan bizga kelgusida ijobiy va salbiy jihatda qanday ta'sirlarni beradi degan savolga javob topishimiz lozim. Aziz mu'minlar, roza tutish, Qur'on o'qish, tarovih namozi o'qish, sadaqa piti berish qatorliqlarni bir tarafga qo'yib qo'yaylik. Bularning hammasini Ramazan ishida qilamiz. Ramazonni keyin qilg'ili bo'ladi. Ramazonni yuqorqi amallar bilan to'liqladim deb qaramayli. Shu munosabat bilan tuvandagi so'zimga diqqat qilishinglarni umid qilaman. Bizning Ramazon tutgan ro'zimiz, o'qigan tarovih namozimiz, bergan sadaqa fitrimiz va uningga o'xshash faqirlarga bergan iftorlarimiz bo'lsa, dehqonning bir yozliq usul olgani o'xshaydi. Dehqon olgan husullarini xamonga to'plaganidek, biz bu bir oylik tutgan ro'zimizni, o'qigan tarovih namozimizni, bergan sadaqa fitrimizni va boshqa amallarimizni to'playmiz. Dehqonning har xil ziroatlardan 5-6 tonnadan husul elib omborga besishi. Dehqonning eng oxirgi husuli yoki utqi emas. U to'plagan husulni bozorga elib borganda ziroatlarini dehqonchilik talabiga asosan parvish qilmaganlikdan mahsuloti sifatsiz chiqib qolib pul qila olmasligi mumkin. Yoki sotgan husulining pulisi etizil salgan o'g'it va mablag'larining puliga yetmay ziyon tortishi mumkin. Demak, dehqonning eng oxirgi utqi bo'lsa, yonjuqqa kirgan pulga bog'liq. Bularni inchki tahlil qilib ko'rishimiz kerak. Bizning Ramazon tutgan roza, o'qigan tarovih namozi, namoratlarni iftor qildirishlarimiz, qilgan zikri, bergan sadaqa fitra qatorliqlarning hammasi Ramazon to'plagan mahsulotlarimizdir. Dehqon to'plagan mahsulotlarini pul qilish uchun bozorga aparganidek, biz bu Ramazonni qilgan yuqorqi amallarimizdan ajriga erishish uchun Allohning huzuriga sunamiz. Shunga Ramazonni qilgan amal ibodatlarimizning Allohning dargohida ajri berilishga arzimaydigan bo'lib qolishidan saqlanish uchun Ramazon tutgan roza, tarovih, sadaqa fitri, namoratlarni iftor qildirish qatorliq amallarda Allohning roziligini niyat qilgan holda qilishimiz, qilgan ibodatimiz Allah buyurgan ibodat shartlariga hamda payg'ambar alayhissalomning sunnatlariga uygun bo'lishi bakmo muhim. Shundaq bo'lganda Ramazonning ulug'ligi va Allohning Ramazonni bizga rahmat qilib berganligidan to'liq foydalana olamiz.